Men aytay do'stlarim bir qissani sizlarga. Chiqdik toq qadam olishga. Rangon tog'i bag'rida do'stlar suhbat qurdilar. 60 yillik qadrdon ahil bo'lib turdilar. Qizilboy hoji do'stimiz mashinada xizmatda. Yeldek uchib Adirga bizni olib bordilar. Xayrullo hoji aka ham oshpaz ham suxandon, hazil bilan dil ochib kuldirdi ko'p ermon. Shashlikning mazasidan tillar yorilib ketdi. Qo'li gul bu do'stimiz davralarga bo'ldi jon. Hasan do'st qozon boshida turib qaynatdi bir sho'rvani, dillarni lol qoldirib dovush berar kapkiri. Kuy avjiga chiqqanda sho'rvasining ta'midan yayradik qoniqib. Ubaydullo do'stimiz olishga tushgan polvonlarning qissasidan gap sotar, yozib dildan dardlarini. Xizmat desa belini mahkam bog'lab chiqqandi. Abdulqodir hoji ham yelib-yelpib yuribdi. Bu ahillik mehrini yuraklarga ekkandir. Maysalar bosh ko'targan yerning issiq nafasi, lola hali kurtakda ochilishning havasi. 60 yoshli sinfdosh ahillikning timsoli, Rangon tog'ni to'ldirgan bahorning xush shamoli. Elga mashhur bo'libmiz, duolarda tildamiz. Yoshlarga o'rnak bo'lgan do'stlikning chin misoli. Shu gurunqa Akram hoji gap berdilar qaychalab. Rahmon Ali xizmat qilib turdi zipillab. Usto Aliyor qo'lda telefon oldi kamera qilib. Xullas bo'ldi zo'r sayohat, hamma ketdi quvonib. Qiziqi keyin bo'ldi, tinglang endi do'stlarim. Olamni tib ketdi bizning aytgan so'zlarim. Dam olish tomoshasin ko'rib butun yer yuzi. Hayratda qoldi bugun hatto dushman ko'zlari. TikTok, Instagramlarda trend bo'lib ketibdi. Sinfdoshlar videosi dunyoni aylanib